geografiyaning dastlabki kursida biz boshlashda aynan 5-sinf geografiyasidan mavzular haqida umumiy ma'lumotlarga ega bo'lib boshlaymiz. Geografiya qanaqa fan, u haqida umumiy ma'lumotlarni berishda demak davom etamiz. Demak, dastlabki mavzumiz geografiyaning boshlang'ich kursi hisoblanib, unda biz geografiya fani nimalarni o'rganish haqida o'rganib ketamiz. Endi geografiya juda qadimgi fan hisoblanadi. Sababi bundan 7000 yil avval insonlar yerni chizmada tasvirlashga harakat qilishgan hisoblanadi. Ya'ni inson o'ziga mavjud bo'lgan har bir hududni tasvirlab, uni chizishga o'rgangan hisoblanadi. Shuning uchun ham bizga yaxshi ma'lum bo'lgan geografiya fani vujudga kelgan. Endi bu fanni alohida fan sifatida shakllanishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, dastlabki ma'lumotlar qadimgi Yunoniston, hozirgi Gretsiya davlatlari hududida yashagan olim Eratosfen tomonidan berilgan. U o'zining Geografika asarida dastlab shu fanning asoschisi hisoblanadi. Demak, geografiya so'zining ma'nosi ham aynan geo, yer, yunonchada grafo, yozaman, tasvirlayman degan ma'noni anglatar ekan. Demak, geografiya yerning tasviri degan ma'noni anglatadi. Endi geografiya rivojlanib borgan sari unda o'ziga xos yo'nalishlar vujudga kelgan hisoblanadi. Ya'ni geografiya rivojlanib borgan sari unda ikkita o'ziga xos yo'nalish vujudga keladi. Birinchisi bu tabiiy geografiya. Tabiiy geografiya yer yuzasida bo'ladigan tabiiy geografik jarayonlar va ularning kelib chiqish sabablarini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Endi ikkinchi tarmog'iga to'xtaladigan bo'lsak, geografiyaning ikkinchi muhim tarmog'i bu ijtimoiy-iqtisodiy geografiya hisoblanadi. Ijtimoiy-iqtisodiy geografiya fanining paydo bo'lishi insonlar ehtiyojining ortib borishi va uning demak kengayish natijasida ularni ehtiyojlarini qondirish maqsadida vujudga kelgan fan hisoblanadi. Demak, geografiya mana shunday ikkita asosiy tarmoqdan iborat hisoblanadi. Biz sizlar bilan boshlang'ich kursda tabiiy geografiyaning umumiy qonuniyatlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lib boramiz. Demak, geografiya fani rivojlanib borgan sari unda asosiy mana shu yo'nalishlar paydo bo'ldi. Keyinchalik yer shari haqidagi umumiy insonlar tasavvuri va dunyoqarashlari ham kengayib borgan hisoblanadi. Bizga yaxshi ma'lumki, yer qadimda har xil xalqlar tomonidan har xil talqin qilingan hisoblanadi. Misol uchun, qadimda Yunonlar yerni gumbazsimon shaklda deb tasavvur qilishsa, qadimgi Hindistonliklar esa yerni yumaloq shar shaklda deb tasavvur qilishgan. O'rta Osiyo xalqlari esa demak ho'kiz ko'tarib turadi degan tasavvur paydo bo'lgan hisoblanadi. Ya'ni insonlar qaysi hayvon kuchli bo'lsa, o'sha ko'tarib turadi. Misol uchun, dunyo okeaniga yaqin yashovchi xalqlar yerni nahang baliqlar ko'tarib turadi deyishsa, ayrim xalqlar esa boshqa tushuncha paydo bo'lgan hisoblanadi. Ya'ni yer haqida dastlabki ma'lumotlar qaysi hayvon kuchli bo'lsa, o'sha ko'tarib turadi degan tushuncha paydo bo'lgan. Mana misol uchun, dunyo okeaniga yaqinroq hududda yashovchilar, ya'ni qaysi hayvon kuchli bo'lsa, o'sha ko'tarib turadi. Mana misol uchun, okean bo'yidagilar nahang baliqlar, demak quruqlik ichkarisidagilar toshbaqalar, ularning ustida fillar ko'tarib turadi desa, materiya ichkarisida yashovchilar esa ho'kiz shoxida ko'tarib turadi degan tasavvur paydo bo'lgan hisoblanadi. Ya'ni qaysi hayvon kuchli bo'lsa, o'shani yerni ko'tarib turadi degan tasavvur va tushunchalar paydo bo'lgan hisoblanadi. Endi keyinchalik inson ongi rivojlanib borish natijasida yer haqida bilimlar yanada ko'paygan hisoblanadi. Dastlabki ma'lumot geografiyada oldingi darsligimizda aytganlarimizdek Eratosfen tomonidan berilgan hisoblanadi. Eratosfen o'z xaritalarida demak qaysi hududlarni tasvirlagan hisoblanadi. Eratosfen o'z xaritasida Yevropa va Afrikaning shimoliy qismi, Osiyoning janubi-g'arbiy hududlarini tasvirlagan hisoblanadi. Endi bu xaritaga e'tibor beradigan bo'lsak, xaritaning o'zi sodda sxematik xarita hisoblanadi. Ya'ni bu xaritada daraja to'rlari yo'q. Demak, sodda sxematik xarita hisoblanadi. Undan keyingi dunyo xaritasiga e'tibor beradigan bo'lsak, undan keyingi dunyo xaritasi Claude Ptolemey tomonidan milodning 2-asrda tuzilgan hisoblanadi. Endi buning xaritasi bilan Eratosfenning xaritasining asosiy farqi nimadan iborat desalaringiz,
demak Ptolemey xaritasida daraja to'ri bor, ya'ni murakkab xarita hisoblanadi. Demak aynan o'shanisi bilan asosiy farq qiluvchi xususiyat hisoblanadi. Endi geografik xaritalarda bizga yaxshi ma'lum bo'lgan, tushish ehtimoli mavjud bo'lgan testlarimizni ko'rib chiqamiz. Ya'ni u qanday mazmunda beriladi. Agar geografik xaritaga e'tibor beradigan bo'lsak, geografik xaritalarda bizda o'zgarmas qonuniyat bor. Ya'ni xaritaga nisbatan xaritaning tepa qismi shimoliy tomon, xaritaga nisbatan xaritaning pastki qismi janub tomon, xaritaga nisbatan demak o'ng qo'l tarafimiz doimiy ravishda sharq tomon, xaritaga nisbatan chap qo'l tarafimiz doimiy ravishda g'arbiy tomon hisoblanadi. Demak, geografik xaritalarda biz doimiy yodimizda tutishimiz kerak, mana shu ufq tomonlari o'zgarmas tomonlar hisoblanadi. Ya'ni demak, geografik xaritalarga oid 5-sinfda asosiy tushadigan savollarimiz tem va adsessiyalarda nimalardan iborat? Aynan mana shulardan iborat. Mana misol uchun Yer tasvir xaritasining shimoliy qismidagi orollar yoki Yer tasvir xaritasining janubiy qismidagi orollar yoki boshqacha mazmunda ham savollar tushishi demak geografik demak asosan 5-sinfda elementar savollar aynan mana shunday. Ya'ni qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, misol uchun Yer tasvir xaritasining demak tasvirlangan hududlar, ya'ni misol uchun Yer tasvir hududida qaysi okean tasvirlangan yoki Yer tasvir hududida qaysi dengiz tasvirlangan, daryo nomlari, Yer tasvir xaritasidagi yoki yagona bo'lgan tog' bu Tavr tog'lari xaritaning qaysi qismida tasvirlangan deb turib bizning ditem va imtihonlarimizda ko'proq takrorlangan savollar hisoblanadi. Demak, xaritani umumiy ravishda yodlab chiqishimiz kerak. Ptolemey xaritasiga ham e'tibor beradigan bo'lsak, Ptolemey xaritasida okean nomi, dengiz nomi yoki misol uchun Yer tasvir xaritasida tasvirlanmagan daryo nomi bu Ra daryosi hisoblanar ekan. Demak, qadimgi Yunonistonliklar demak yer shari haqidagi umumiy ma'lumotlarni mana shunday tariqa berib borgan hisoblanadi. Keyingi davrlar, ya'ni o'rta asrlar davriga keladigan bo'lsak, geografiya aynan O'rta Osiyoda rivojlangan hisoblanadi. Bizning bobokalonlarimizdan Al-Xorazmiy, demak Abrayxon Beruniy, Nosir Xisrav, Mahmud Qashqariylar O'rta Osiyo va dunyo geografiyasiga hissa qo'shgan hisoblanadi. Mana misol uchun Muhammad Al-Xorazmiy Suratul Arz asarida joy nomlari haqida umumiy ma'lumotni berib o'tgan hisoblanadi. Yoki Abrayxon Beruniy yerning narigi tomonida ham quruqlik bor degan tushunchani aytgan hisoblanadi. Mahmud Qashqariy Devon-u Lug'at Turk asarida joy nomlari va terminlariga izohli lug'at berib o'tgan. U bevosita joy nomlarini o'rganuvchi toponimika fanining ham asoschisi hisoblanar ekan. Demak, O'rta Osiyo xalqlaridan keyingi dunyoni yer sharining demak umumiy ravishda o'rganishiga e'tibor beradigan bo'lsak, O'rta Osiyo xalqlari yer sharining faqatgina demak insoniyatga mavjud bo'lgan qismlarini o'rganadi. Ya'ni umumiy ravishda o'zlari bo'lgan quruqlikni o'rgangan hisoblanadi. Endi yaxshi bilamizki, miloddan avvalgi 2-asrdan milodiy 16-asrgacha bo'lgan davrda bizda asosiy savdo yo'li vazifasini, ya'ni Buyuk Ipak yo'li bajarib bergan hisoblanar ekan. Endi keyingi davrlarda mana demak 15-asrlarda Kichik Osiyo yarim oroli Boyazid Yildirim tomonidan egallangandan keyin Yevropaliklar uchun Hindistonga boradigan, Xitoyga boradigan karvon yo'li yopilib qoladi. Bularning yagona maqsadi yer shar shaklida bo'lganligidan keyin mana bu ikkita quruqlik, Shimoliy Amerika va Janubiy Amerika quruqliklari mavjud bo'lmasa, bevosita Ispaniyadan yo'lga chiqib bu tarafdan, ya'ni sharq tarafdan qaytib kelamiz degan tasavvur ularda mavjud hisoblanadi. Ya'ni o'shaning uchun ham Kristofer Kolumb 1492-yilda 3-avgust sanasida yo'lga chiqadi va 1492-yilning 12-oktyabrda San Salvador, ispancha Xalaskor oroliga keladi va buni demak yangi Gollandiya, demak bu yerlarni umumiy ravishda Hindiston deb o'ylaydi. 4 marta sayohatida ham bu yerni umumiy ravishda Hindiston deb o'ylagan hisoblanadi.
Ya'ni umumiy ravishda demak Amerikaning kashf qilinishi 1492-yilda, ya'ni Kristofer Kolumb sayohati bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Endi Afrika materigi insoniyatga oldindan ma'lum edi. İnsanlardan juda olisda joylashgan Avstraliya materigining kashf qilinishi 1606-yilda William Yanceyson tomonidan amalga oshirilgan. Antarktidaning kashf qilinishi esa demak 1820-yilda rus sayyohlari Bellingshausen va Lazarevlar sayohatidan keyin paydo bo'lgan hisoblanadi. Endi yer shari haqidagi umumiy ma'lumotlar, materiklar insonlar tomonidan o'rganilib bo'lindi. İnsanlarda asosan ikkita savol bor edi. Yer sharida suvli muhit ko'pmi yoki quruqlik muhit ko'pmi degan demak savol umumiy ravishda insonlarda bor edi. Bu savolga javobni demak biz aynan demak umumiy ravishda materiklar umumiy shunday kashf qilingan hisoblanadi. Yer sharida insoniyatda asosan ikkita savol bor edi. Ya'ni suvli muhit kattami yoki quruqlik muhit kattami? Bu savolni javob topilishi aynan 1519-yilda va 1522-yillarda demak Fernand Magellan tomonidan yer shari bo'ylab uyushtirilgan sayohati davomida demak umumiy yerning katta muhiti suvdan iborat ekanligini va katta muhiti quruqlikdan iborat ekanligi haqidagi umumiy ma'lumotni berib o'tgan hisoblanadi. Bizga yaxshi ma'lumki, yer sharining hozirgi kunda 71% suvli muhit, 29% esa quruqlik muhit hisoblanadi. Aynan o'sha narsa amalda demak Fernand Magellan sayohatidan keyin amaliy jihatdan isbotlangan hisoblanadi. Ya'ni uning sayohatidan keyin insonlarga ma'lum bo'lgan yer sharining katta muhiti suvdan iborat ekanligi isbotlangan hisoblanadi. Endi Fernand Magellan sayohati davomida ikkita joyga nom beradi. Ya'ni birinchisi bu Tinch okeani. Tinch okeaniga nom bergan bo'lsa, ikkinchisi esa demak Fernand Magellan sayohati davomida ikkinchi aniqlangan joy nomi bu demak olovli yer oroli. Ya'ni demak Janubiy Amerikaning janubiy qismida joylashgan olovli yer oroliga Fernand Magellan sayohatidan keyin umumiy ikkita joyga nom bergan hisoblanadi. Ya'ni sayohat davomida aynan ikkita joyga nom bergan. Yana bir DTM testlarimizda tushgan savolimiz bor. Fernand Magellan qaysi orolda halok bo'ladi? Fernand Magellan sayohati davomida demak Filippin orollarida halok bo'lgan hisoblanadi. Uning kemasi esa sayohatini yakunlagan hisoblanadi. Lekin demak umumiy ravishda yer shari haqidagi dastlabki tasavvur va tushunchalar mana shunday insoniyatlar demak geografik kashfiyotlar, buyuk dengizchilar sayohati davomida paydo bo'lgan hisoblanadi. Lekin demak geografik fanning umumiy yer shari haqida ma'lumotlar mana shunday paydo bo'lgan hisoblanadi. Endi undan tashqari mana geografik xaritalarda bizda aynan ma'lum bo'lgan hududlar tasvirlanishi, ularning joylashish hududlari, umumiy xususiyatlari o'rganib boriladi. Ya'ni mana misol uchun Xorazmiy xaritasining nomlanishiga e'tibor beradigan bo'lsak, O'rta Osiyo va unga yondosh yerlar deb nomlanadi. Bu ham geografik xaritamizda tushgan. Misol uchun Kaspiy dengizi qa'rida Xorazm dengizi yoki Xorazm dengizining g'arbidagi xalqlar Ozarbayjonlar tasvirlangan. Umumiy ravishda o'shanday tushunchalar mavjud hisoblanadi. Ya'ni xaritaning mana misol uchun shimoliy qismida qaysi xalqlar, Turkiy xalqlar tasvirlangan. Ya'ni o'shanday mazmundagi geografik testlarimizda savollar tushadi. Yoki keyin Beruniy xaritasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, Beruniy xaritasida qaysi tekislik tasvirlangani eng ko'p demak tushgan savollarimizdan biri. Misol uchun Turkon tekisligi tasvirlangan yoki Nosir Xisrav xaritasiga to'xtaladigan bo'lsak, Nosir Xisrav xaritasida demak o'z asarida demak asarining nomi Safarnoma, uning xaritasida Kaspiy dengizi misol uchun qanday nom bilan, Abyskun dengizi yoki O'rta Yer dengizi qanday nom bilan atalgan, Rum dengizi yoki misol uchun Qizil dengiz qanday nom bilan atalgan, Qulzum dengizi. Aynan geografik xaritalarda o'shanday nomlarni uchratishimiz mumkin. Umumiy ravishda qaysi shaharlar tasvirlangan,
Demak, bizda asosan 5-sinf xaritasiga oid savollar ana shunday mazmunda tushganini kuzatishimiz mumkin hisoblanadi. Endi yer sharini, ya'ni quruqlikni insonlar o'rganganiga yarasha, demak, dunyoni ham o'rganishga harakat qilishga hisoblanadi. Ya'ni dunyoni, olam, yulduz, koinot, galaktika haqida ma'lumotlar sekin-asta shakllangan hisoblanadi. Bizga demak, osmonda juda uzoqda joylashgan osmon yoritgichlari bu demak, yulduz deb ataladi. Endi qadimdan insonlar yulduzlarni turkumlarga ajratgan hisoblanadi. Yer shariga eng yaqin bo'lgan yulduz turkumi bu Quyosh hisoblanadi. Endi Quyosh atrofida 8 ta sayyora harakatlanadi. Bular demak, sayyoralarga e'tibor beradigan bo'lsak, sayyoralarning yulduzlardan farqi o'zlaridan nur taratmaydi, faqat Quyoshdan kelayotgan nurni qaytaradi. Quyosh atrofida 8 ta sayyora harakatlanadi. Bular demak Merkuriy, Venera, Yer, demak Merkuriy, Venera, Yer, demak Mars, demak Yupiter, Saturn, demak Uran va Neptun sayyoralari hisoblanadi. Endi Mars va Yupiter sayyoralari oralig'ida asteroidlar halqasi joylashgan. Ya'ni Phaeton sayyorasining parchalanishi natijasida vujudga kelgan hisoblanadi. Har bir sayyora Quyosh atrofida harakatlanadi. Yerning Quyosh atrofida to'liq bir marta aylanib chiqishini biz 1 yil deb ataymiz. Yer orbita tekisligi bo'ylab 1 yilda bir marta to'liq aylanib chiqadi. Yer orbitasining uzunligi 940 demak 940 million kilometr uzoqlikka ega hisoblanadi. Yer o'sha masofani demak 1 yilda bir marta to'liq aylanib chiqar ekan. Demak, qolgan sayyoralar ham Quyosh atrofida mana shunday harakatlanadi. Endi bunda itarilish, qaytarilish reaksiyasi bo'lganligi uchun ham Quyosh atrofida sayyoralar ma'lum bir tezlikda, ma'lum bir masofada harakatlanar ekan. Endi har bir sayyoraning o'ziga xos yo'ldoshlari mavjud. Yerning yagonagina tabiiy yo'ldoshi bu bittagina Oy hisoblanadi. Yerda yagonagina tabiiy yo'ldosh bu Oy hisoblanar ekan. Demak, Oyning 15 yorug', 15 qorong'u degan tushunchalarimiz mavjud hisoblanadi. Bu demak, qadimdan bekorga aytilmagan tushuncha hisoblanadi. Chunki yerda demak Oy faqat Quyoshda qaytgan nurni qaytaruvchi vazifasini bajaradi. O'zidan biron bir nur taratmaydi. Quyoshdan kelayotgan nurni qaytaruvchi vazifasini bajaradi. Endi yangi Oy bizga kunning qaysi qismida ko'rinadi? Yangi Oy bizga Quyosh botganda g'arb tomondan ko'rinadi. Ya'ni yangi Oy Quyosh botganda g'arb tomondan ko'rishimiz mumkin hisoblanadi. Endi to'lin Oy, eski Oy Quyosh chiqmasdan oldin erta tongda sharq tomondan ko'rinadi. Demak, aynan mana shunday xususiyatga ega. Oyning bizga qaysi qismi ko'rinadi? Quyosh bilan yoritilgan qismi ko'rinadi. Agar Oy sharqiy yarim sharda bo'lsa, bizga ko'rinadi, g'arbiy yarim sharga o'tganda esa bizga to'liq ko'rinmas ekan. Demak, 27.2 sutkada to'liq yer atrofida aylanib chiqadi. Endi Oy bilan yer oralig'idagi masofa 300 demak 84.000 kilometr masofani tashkil qiladi. Demak, umumiy ravishda o'shanday xususiyatga ega hisoblanadi. Yaxshi bilamizki, qadimda bizga mavjud bo'lgan hozirgi kompas asbobi mavjud bo'lmagan. Unda ufq tomonlarini qanday aniqlashgan? Ufq tomonlarini aniqlashda bizga yulduzlardan foydalangan hisoblanadi. Bizga asosan ufq tomonini ko'rsatuvchi asosiy yulduz bu oltin qoziq yulduzi hisoblanadi. Ya'ni oltin qoziq yulduzi qanday vujudga kelgan? Katta ayiq yulduzini xayolan tutashtirsak, uning shakli demak cho'mich shakliga o'xshaydi. Endi mahalliy tilda biz katta ayiq yulduzini 7 qaroqchi deb ataymiz. Endi o'sha cho'mich bandidagi ikkinchi yulduzga qarab turib, qadimda jangchilarning ko'zi o'tkir ekanligini aniqlash mumkin hisoblangan. Hozirga bizda ma'lum bo'lgan Galavin jadvalida mavjud bo'lsa, qadimda demak cho'mich yulduzining ikkinchi bandidagi yulduzga nisbatan aniqlashgan hisoblanar ekan. Endi o'shanday qilib turib, o'zi turgan joyini ufq tomonlariga nisbatan aniqlagan.
Ya'ni siz turgan joyga nisbatan old tarafingiz shimol bo'lsa, orqa tarafingiz janub bo'ladi. O'ng qo'l tarafingiz sharq, chap qo'l tarafingiz esa g'arb hisoblanar ekan. Ya'ni ufq tomonlari mana shunday umumiy ravishda aniqlangan hisoblanar ekan. Endi har bir ufq tomonlarini aniqlashda mana shunday orientirlashdan foydalangan hisoblanar ekan. Endi ufq tomonlarini aniqlashda biz diametri 2 metr bo'lgan aylana chizib olamiz va aylananing markaziy qismiga demak balandligi 1,5 metr bo'lgan tayoqchani o'rnatamiz. Tayoqcha demak tush payti ufqning shimol tomonini ko'rsatadi. Ya'ni biz ufq tomonlarini aniqlashda aynan mana shundan foydalanishimiz mumkin hisoblanar ekan. Demak, yer haqida umumiy bilimlar shakllanib borar ekan, yerning qutublari mavjud hisoblanadi. Bizga yaxshi ma'lumki, yer sharida demak umumiy ravishda, doimiy ravishda qutblar mavjud. Ya'ni yerning shimoliy va demak janubiy qutublari mavjud. Endi yer qutublari qanday shakllanadi? Bizga yaxshi ma'lumki, demak yer o'z o'qi atrofida aylanib boradi. O'z o'qi atrofida aylanmaydigan ikkita nuqtasi, yer aylanish o'qini yer yuzasi bilan tutashtiruvchi ikkita nuqtasi yerning qutublari deb ataladi. Yer sharida ikkita qutb bor, ya'ni shimoliy va janubiy qutb hisoblanar ekan. Endi qutblardan barobar uzoqlikdan o'tkazilgan aylana chiziqni biz ekvator deb ataymiz. Ya'ni qutblardan barobar aylana chiziq o'tkazilsa, biz uni ekvator deb atar ekanmiz. Ya'ni qutblardan aniq uzoqlikdan o'tkazilgan chiziqqa biz ekvator deb ataymiz. Yer ekvatorining uzunligi demak 40,000 kilometr masofaga teng. Ya'ni qutblardan bir xil uzoqlikdan o'tkazilgan aylana chiziq hisoblanar ekan. Xo'p, endi bizga yaxshi ma'lum bo'lgan yer sharida kuzatiladigan hodisalarda to'xtalib o'tadigan bo'lsak. Xo'p, demak ekvator chizig'ida ma'lum bir uzoqlikdan o'tkazilgan chiziqlar, bular parallel chiziqlar deb ataladi. Parallellar qutblarga borgan sari qisqarib boradi. Endi shimoliy va janubiy qutbni tutashtiruvchi ikkita yerdan o'tgan yarim aylana chiziqlarni biz meridian chiziqlar deb ataymiz. Demak, yer shari mana shunday parallel va meridian chiziqlardan iborat hisoblanadi. Endi bu parallel va meridian chiziqlarda biz daraja to'rini aniqlashda, yerning har bir geografik koordinatalarini aniqlashda demak foydalanamiz. Xo'sh, undan tashqari bizga yaxshi ma'lum bo'lgan tengkunliklar qanday vujudga keladi? Mana oddiygina misol tariqasida o'rganib o'tamiz. 21-mart demak tengkunlik sanasi hisoblanadi. 21-mart umumiy ravishda tengkunlik sanasi hisoblanadi. U qanday vujudga keladi? 21-martda Quyosh qoq tepada, ya'ni zenitda ekvator atrofida bo'ladi. Shuning uchun ham ikkala yarim sharni ham bir xil yoritadi. Endi 21-martdan keyin ko'proq yer shimoliy qismini Quyoshga tutib aylana boshlaydi. To 23,5 gradus, demak 23,5 gradus shimoliy tropik chizig'iga bormaguncha. Bu esa bizda 22-iyun sanasiga to'g'ri keladi. 22-iyun bizda eng uzun kun hisoblanadi. Ya'ni yer 21-dekabrdan 22-iyun sanasigacha shimoliy qismini ko'proq Quyoshga tutadi. Bu oxirgi 23,5 gradus demak zenitga kelish chegarasi. Shuning uchun ham bizda aynan shimoliy tropik chizig'i o'tkazilgan hisoblanadi. Undan keyin yer yana janubiy qismini qarab harakatlanadi. To 23-sentyabr sanasi. 23-sentyabr bu kuzgi tengkunlik sanasi hisoblanadi. Ya'ni kuzgi tengkunlik sanasi hisoblanadi. Bunda yana Quyosh ekvatorga zenitga kelgan sana hisoblanadi. Bu 23-sentyabr sanasiga to'g'ri keladi. Undan keyin yana janubiy qismga harakatlanadi. Demak, bu 22-dekabr sanasigacha. Ya'ni 23,5 gradusda 22-dekabr sanasigacha oxirgi zenitga kelish chegarasi hisoblanadi. Ya'ni yer sharida umumiy ravishda
tropik chiziqlarning o'tkazilishi sababi quyosh nurining eng oxirgi kelish chegarasi hisoblanadi. Endi mana O'zbekistonning joylashgan o'rniga e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekistonning joylashgan o'rni 23.5 gradusdan shimolda joylashganligi uchun ham bizga hech qachon quyosh shimoliy qismdan, ya'ni tepa qismdan nur sochmaydi. Shu orqali aniq o'rganib olishimiz mumkin. Demak, 23.5 gradus chiziqlarning o'tkazilishidan asosiy maqsad bu eng oxirgi quyoshning zenitga kelish chegarasi hisoblanadi. Agar siz mana shu 23.5 gradus oralig'ida joylashgan bo'lsangiz, sizning soyangiz pastga tushishi yoki umuman soyangiz bo'lmasligi ham mumkin. Undan tashqari siz 23.5 gradus oralig'ida yashayotgan bo'lsangiz, ya'ni mana shu hududlar oralig'ida bo'lsangiz, sizga qalin kiyimning ham keragi bo'lmaydi. Ya'ni deyarli mana shu oralikda qor yog'maydi. Ya'ni umuman qor yog'maydi desangiz ham bo'ladi. Shuning uchun ham 23.5 gradus oralig'ida doimiy ravishda harorat issiq, gradus 20 gradusdan baland hisoblanadi. Tropik chiziqlarning o'tkazilishidan asosiy maqsadimiz demak aynan mana shu hisoblanadi. Ya'ni 23.5 gradus teng kunliklar quyoshning oxirgi zenitga kelish chegarasi hisoblanadi. Undan tashqari qutbiy doira chiziqlarimiz bor. 66.5 gradus oralig'ida. Bu nima uchun o'tkazilgan desalaringiz, shimoldagi o'tkazilishning asosiy sababi bundan shimolda quyosh nuri yetib bormaydi yoki 66.5 gradus janubda ham qutbiy doira chiziqlarini kuzatishimiz mumkin. Bundan shimolda va janubda quyosh nuri yetib bormaydi. Shuning uchun ham shimoldagi muzliklar hosil bo'lgan. Buni biz Arktika deb ataymiz. Demak, janubdagi muzliklarimiz esa Antarktida deb ataymiz. Bu muzliklarning hosil bo'lishiga sabab quyosh nurining yetib bormasligi. Shuning uchun ham bizda qutbiy doira chiziqlari o'tkazilgan hisoblanar ekan. Demak, bizning dastlabki mavzularimiz aynan mana shu savollarga javob beruvchi asosiy mavzular hisoblanadi.